Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, bugungi chiroyli bir tabriklarimizni yana galdagi tabrigimizga yo'l oldik. Albatta Setora opaning shukralik kunlari bilan, tavallud ayyomlari bilan opalari Kamoljon qolaversa boshqa singiljonlari nomlaridan tabriklab xursand qilamiz. Barcha chiroyli tilaklarimiz, qolaversa chiroyli sovg'alarimiz shu insonijon qani keldi. Aziz mehmonlar, bu mening yo'lim tabriklaydi. Mana shunday chiroyli bir bazalar saroyga tashrif buyurishning asl sababi. O'rningizda bugun chiroyli bir kunlarga tavallud ayyomlari nishonlayotgan go'zallikda tengsiz, mehrda tengsiz eng chiroyli xonim bor ekanlar. Setoraxon bor ekanlar. Qo'llaringiz bo'sh bo'lsa, chiroyli bir biroz qarsak. Avvalambor assalomu alaykum. Ayyomlarim bori bo'lsa, shukrlik kunlarim bori bo'lsa, bu sizni bugungi chiroyli bir ayyomingiz bilan tabriklash uchun xursand qilish uchun tashrif buyurdik. Endi topishingiz kerak bo'ladi. Sizni kimlar nomidan tabriklash uchun tashrif buyurganligimizni menimcha sezib turibsiz. Kimlar nomidan bo'lishi mumkin? Va yaqinlaringiz, do'st birodarlaringiz, qarindosh urug'laringiz, atrofingizda bugun yaxshi kuningizda kimlar nomidan bo'lishi mumkin? Ukangiz ismlari kim? Ukangizdan kutasizmi? Nimaga aynan ukangizdan? Bitta ukalar bunaqa surprizlarni ko'p qilishadi-da, shunaqami? Albatta, bu sizdan bugungi chiroyli bir ayyom bilan o'zingiz topganingiz, jonan aziz insoningiz, jigaringiz bo'lgan ukajoningiz Kamolbek nomlaridan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Davomiy bugungi chiroyli bir ayyom bilan o'zingiz topganingiz, jonan aziz insoningiz bo'lgan, jigaringiz bo'lgan Kamoljon nomlaridan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Kirishimizdan oldin ukangiz bilan bir muddat suhbatlashdik, tashqarida bir muddat gaplashdik. Kimni tabriklaymiz bugun? Kirgandan keyin xursand qilamiz desam, opajon, siz bugun meni onam qadar yaqin, onam qadar sirdoshim, onam tengi mehribonim, suyanganda suyanchig'im, yiqilganda tirgigim, qoqilsam yiqilgan paytimda qo'llarimdan tutguvchi, menga madad bo'lguvchi, onamga bildirmay o'ksiygan paytlarimda, yig'lagan paytlarimda bag'riga olib, bag'riga bosib boshimni silaguvchi, menga dalda bo'luvchi, menga sirdosh bo'lgan, yaxshi yomon kunlarimda yonimda bo'lgan, doimo ukajon hammasi yaxshi bo'ladi, hali hayot oldinda degan, menga ishonch bergan, menga suyanch bergan, meni opajonim, meni mehribonim, meni dunyolarga alishmaydigan bebahoyim, meni ko'zlarim. Bugun opajonimiz shukrlik ayyomlari. Xursand qiling opajon, ko'ngillarni oling. Chunki men hech qachon hayotim davomida bunday chiroyli bir ko'ngil olishni hech qachon o'ylamaganman. Hattoki opajon, sizni yaxshi ko'raman degan so'zni ham bugun o'ylab qarasam juda ham kam ishlatarkanman. Lekin menga ukajon, seni yaxshi ko'raman, sen suyanganimsan, sen otamdan keyingi yodgorimsan, sen meni mehribonimsan deb dalda beradigan, ko'nglimni oladigan, mehrni istagan paytimda mehr beradigan shu opajonim bo'ladilar. Umrlari uzoq bo'lsin, baxtimizga sog' omon bo'lsinlar, dunyo turguncha tursinlar. Dunyoning eng yaxshi niyatlari, tilaklari faqat meni mana shu mehribonim, go'zalim uchun bo'lsin dedilar. Albatta bugun shukronlik ayyomlari, tavallud kunlari. Yana shu narsani ham eslatib o'tasiz. Esiga olarmikan? Ya'ni bolalik paytlarimizda hozir ko'z oldimdan o'tyapti. Bilan ketadi. Qarindosh urug'larimiz, do'st birodarlarimiz shu dasturxon atrofida o'tiribdi. Bolalikda biz shunday edik. Bitta dasturxon atrofida o'tirib suhbatlashirdik. Oyijonim, dadajonim, barchamiz farzandlar yig'ilishib. Bugun shu kunlarni qo'msayapman. Shu davrada shunday inson yo'qligidan afsuslanyapman. Joylari jannatdan bo'lsin otajonimizdan. Doimo baxtimizga jigarimiz sog' bo'lsin. Boshimizga omon bo'lsinlar. Opajonimni shunaqa yaxshi ko'ramanki, men opajonimni ko'zlariga qarab, yuzlariga qarab, opajon sizni yaxshi ko'raman degan so'zni lekin ayta olmayman. Bugun aytmoqchiman, opajonim, men sizni dunyodan yaxshi ko'raman. Sizni jonidan ortiq yaxshi ko'ruvchi ukangiz
ko'nglingiz bo'laman. Albatta, buni bilmay yo'q paytda sizni xafa qilgan bo'lishi mumkin yillarda bo'ldi. Ko'nglingizga bilib bilmay ozod qilgan bo'lishi mumkin. Lekin men sizni hech qachon yonimdan chiqishingizni xohlamayman. Siz dunyodagi eng go'zal va mehribon opajonimsiz dedilar. Albatta sizni bugungi ayyom bilan tabriklagan holatda opajonimni xursand qilish uchun gullar o'zigasiz dedilar okajoningiz. Gullarni qanday so'zlar bilan topshiray desam, dunyoning eng go'zal xonimi uchun deb topshirasiz dedilar. Dunyoning eng go'zal xonimi uchun ayyomlar muborak bo'lsin. Marhamat, sizlar bilan tabriklamoqchi bo'lganlaringizdan bir saksondan tabriklar qo'yishingiz mumkin. Aziz opa-singillari, tabriklaymiz xursandchilik kuningizga, sherikimiz albatta. Bugungi chiroyli bir kunda nafaqat ukangiz nomidan, barcha jigarlaringiz nomidan tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Yana suhbatimiz davomida ukangiz aytdilarki, opamga aytolmagan so'zlarim ko'pligi sababli eng shirin, mehrli so'zlarim bilan she'r qilib sherik misralarga tusholganman. Agar ruxsat bersalar, o'qib bering deb iltimos qilganlar. Maylimi o'qib bersam? Marhamat. Yanog'ida binafshalar o'chiradi. Iforidan rayhon hidi sochiladi. Esga olib ko'zimga yosh tomchiladi. Opalarning eng sarisi mening opam. Bir oh desam hatto jonim etar fido. Iltijosi yaratganga borib yetar. Kulishlari volidamga o'xshab ketar. Opalarning eng sarisi mening opam. Kuyinim zo'r boqar kamu yo'g'imizga. Quyoshdek teng mehr berar hammamizga. Kulishlari hattoki kipriklari o'xshab ketar ammamizga. Opalarning eng sarisi mening opam. Yuragini bosmasini hech alam deyman. Siz dunyoda eng chiroyli sanam deyman. Jonimizni o'ylayuvchi kichik onam deyman. Opalarning eng sarisi mening opam dedilarda, bugungi ayyom bilan chin qayta muborak bo'lsin. Ayyomlar muborak bo'lsin. Bugungi ayyom bilan chin qalbimizdan muborak etamiz. Qarab turibmiz, davrangiz to'la ekan. Albatta, adashmasak hamkasblaringiz, yaqinlaringiz, qarindosh urug'laringiz bilan birgalikda. Ya'ni Setora Bonini yaqinlari, qolaversa hamkasblaridan tabriklamoqchi bo'lganlar bo'lsa, marhamat badiiy maydonimizga taklif etamiz. Opajonim, sizlarga kerak. Sizlar baxtingizga sog' salomat bo'ling. Menga niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringizga bizlar baxtimizga sog' salomat bo'ling. Setora Bonini yana bir bora jigarlar nomidan muborakbod etamiz. Endi yana bir chiroyli bir sovg'amiz bor. Yana bu sovg'ani qanday so'zlar bilan topshiray yoqarmikan Setora Boniga desam, opajon, bu sovg'a albatta opajonimga yoqadi deb umid qilaman. Chunki ayollarimiz, opa-singillarimiz yaxshi ko'radigan eng chiroyli sovg'alardan, ya'ni tilla muziklardan taqdim etmoqchilar. Jigarlar nomidan ayyomlar muborak bo'lsin. Ayyomlar muborak bo'lsin. Shukrli kunlar bilan tabriklaymiz. Siz yuqorida aytganimizdek, Setora Bonining hamkasblari tashkil berishgan ekan, aziz akamiz bor ekanlar. Marhamat, badiiy maydonimizga taklif etamiz. Assalomu alaykum, avvalambor. Barchangizga yana tabriklayman. Bugun sizga har doim unutulmas kunlik olsin. Mana shu o'yinlaringiz har doim yaqinlaringiz to'ldirib o'tirsin. Nima kelgan bo'lsangiz aytlaringiz, oilangiz sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bolalaringiz baxtiga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Avvalambor ukangiz yana bir to'g'rida qolgan notalarim ko'p, ikkalamiz bir qilganmiz. Har doim bosh bo'lgan. Boshlar. Chunki opa-singillar har bir suyanadi.
Yani bu sizdan bildik. Sog'liq hech qachon oilaviy sirlar tashkil etmas. Qolgan topgan. Endi yana bir ajoyib sovg'amiz bor. Yana jigarlaringiz aytishdiki, opajonim bilan birgalikda hayotimiz shirinlik, shirin, mazali, totli bo'lsin deyiladi. Eng chiroyli va eng shirin o'zingizga o'xshagan mazaligina shirinliklarni tortlarni maxsus siz uchun tayyorlashgan. Marhamat, shirinligimizni oling janob. Bugungi chiroyli bir ayyomda Setona Bononi yaqinlaridan Qodir akalari bor ekan. Badiiy maydonimizga taklif etamiz. Assalomu alaykum. Mehmonlar. Sizning baxtli bo'ling. Shu yoshlarda bir ko'ngli ko'p, sevgiling, Allohning baxtiga sog'lik, sen baxtiga yangi onang sog' bo'lsin. Jigarlardan mana shu salomat bo'l. Ular topshirmay ko'rlar bersin. Bundan ham katta ziyoratlar berilmoqda. Ziyoratlar hajim bilan onalarga tanishlar. Rahmat. Setona Boni yana bir bora tabriklaymiz. Muborak ibodat etaman Setona Boni. Siz qatoringizda bugun onajoningizni ham tabriklamoqchimiz. Chunki bugungi chiroyli bir kun onajoningizniki ham desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bizni dunyoga keltirgan, oq yum, oq taragan, mana shunday darajalarga olib kelgan, duolari bilan asragan bizni onajonlarimiz, volidey muhtaramalarimiz bo'ladi. Opajonim, sizga ham bugungi ayyomlar muborak bo'lsin. Doimo mana shunday farzandlarni ardog'ida qolaversa, atrofida qolaversa, farzandlar sizni atrofingizda girgitton bo'lib yurish nasib etsin ilohim. Doimo mana shunday kunlaringiz bardavom bo'lsin. Yaxshilar davrasi hech qachon sizni tark etmasin. Yana bir bora Setona Boni bugungi ayyom bilan tabriklaymiz. Mikrofonni sizga uzatmoqchimiz. Endi yuqoridagi chiroyli bir tilaklardan tashqari sizni ham yaqinlaringizga, sizni deb tashlab yurganlarga biron bir yaxshi niyatlaringiz bo'lsa marhamat. Sizlarga rahmat. Baxtimizga aytmoqchi bo'lsam, ko'p qiynalganmiz. Otasiz otam ko'pliga o'tadi, mana ukam. Baxtimizga sog' bo'lsin. Yaqinlarim, jigarlarim, hamma baxtimizga sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Sizlar baxtimizga aylanib yonimizda yuribsiz. Bugungi chiroyli bir ayyom bilan yana bir bora tabriklaymiz. Muborak ibodat etaman. Sizni mana shunday chiroyli bir ayyomingizni bayram o'tishiga xizmat qilgan bu mening yorim tabriklash agentligi bo'ldi. Mana shunday yaxshi kunlaringiz bardavom bo'lsin. Qolaversa jigarlar aqli hayotingizni tark etmasin. Boshlangan chiroyli bir ayyomingiz bardavom bo'lsin. Yaxshi kunlaringiz ham albatta. Yana bir bora tabriklaymiz. Muborak ibodat etamiz. Endi ruxsat berasiz, sizni galmaga suratlarga olamiz. Davramizni shoh qo'shiq bilan davom ettiramiz. Salomat bo'ling.